Olg'a Husayn, olg'a! Qani birodar, bo'la qol. Xo'p, mani fikrim emas, og'aynimni fikri. Ya'ni, u aytibdiki, men aynan Amerikan kompaniyasi Netflix ishlasa, diniy masala, islomiy masala, boshqa narsalar qo'shilmaydi deb o'ylagandim. Lekin, ulamolardan, har bir jangda ulamolardan fikr olishi, azon, namoz o'qilishlar, boshqa narsalar qo'shilibdi ekan. Как super, haqiqatan ham qisman yoritib beribdi shu narsani, dedi. Keyin Bari oddiy Ilyos. Darvozani ochinglar. Men o'yiningizni o'ynashni o'rgandim. Qanday? Husayn qanday odamligini ertaroq tushunishim kerak edi. Senga o'xshagan odam o'zini yo'lboshchi deb ataydi. Yaratish o'rniga hamma narsani vayron qiladi. Senda hukmronlik qilish, qurish